Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 27-sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Qadrli ko'rilmalarimiz, bu muborak ulug' oyning har bir kundan boshlab har kuni huzurlarda bo'lib kelayotgan programmamiz mana bir qancha kun ichida sizlar bilan xo'shlashimiz. Bu muborak oy bilan xuddi tunigun kirgandek shundoq tez o'tib ketganligini albatta hammamiz his qilib o'tiribdik. Alloh subhanahu va taolo bu oydan haqiqiy ravishda bu oyning ruhiga loyiq shaklda amal qilib mag'firat qilingan shu baxtlik bandalarning qatoridan qilib chiqib ketishimizga, xo'shlashishimizga nasib qilsin hammamizni. Bugungi temamiz tunigun biz e'lonimizda bergandek musulmon hayotidagi intayin muhim bo'lgan cho'qim maydon masalasi aniq bo'lishi kerak bo'lgan, kimning do'st, kimning dushman ekanligini cho'qim bilish kerak bo'lgan temalardan biri bo'lgan kim do'st, kim dushman temasi haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz ilgari va islom va biz programmamizda har doim huzuringlarda bo'lib kelayotgan ustozlarimizdan biri bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi, shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyotdi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita kirib ketsak programmamizga, hurmatli ustoz. Albatta bu al-vala val bara, ya'ni musulmonning cho'qim do'st dushmanni chegarasini aniq bekitish kerak bo'lgan masala, dinimizda qattiq ta'kidlangan bir masala. Şuna davamlıq her daim bunu əsildişke ihtiyaç musulman. Şuna bu noktadan aldı bilen bunun düşüncesini, dost düşman hukumunu biraz düşünüp etken olsa kaldı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salam olsun. Vala yakbara, yak tavalla tabarra bizim filimizde. Dost düşman hukumu. Yaki söygün eparet hukumu. Kaysın desek kiriver. Tavalla yaki vala degenimiz. Yani dostluk degenimiz. Bu Allah'ını yaxşı görüş, peygamberini yaxşı görüş, Müslümanlarını yaxşı görüş, Müslümanlara yardım kılış ve İslam prensiplerini qoğdaş degen ma'ni ifade etdi. Valana ma'nisi. Yani söygü muhabbet. Nimaga söygü muhabbet olmasa? Allohga va, payg'ambarga va, İslam prinsiplariga va, musulmonlarga va. Xo'sh. Yoki qisqa ifodalagan vaqtimizda, zag'ir tilimizda Allohning do'stlari bilan do'st bo'lish va ularni yaxshi ko'rish. Allah'ın dostları kendisi, Allah'ın yolda mangan, itaat yolda mangan, ibadet yolda mangan, salih Müslüman bendiler, bu Allah'ın dostları. Bu valanın ki, ya tavallah'ın ki manisi. Hem teberra'nın manisi, ya ki bara'nın manisi, Allah'ın yoldan tosadığın, insanlarını İslam'dan yiraklaştırdığın, küpürlükka, azgullıkka, şeytanga, nefsi haşiki kalbi cihetten nefret bildiriş. Kalbi cihetten nefret bildiriş, ya yaman görüştüğü hukumda ifade. Allah'ın dininde dostuduğun, ya ki insanlarını İslam'dan yiraklaştırdığın, azgullık olsun, küpürlük olsun, ya ki şeytan olsun, ya ki nefsi haşi olsun, bunun nefret bildirimiz, nerede bildirimiz ise kalbimizi bildirimiz. Hoş. Ya ki bunu zağır tili bilen elip etken çağda, Allah'ın düşmanları bilen düşman buluş ve ulardan uzak duruş degen buldu. Bara'nın ma'nisi. Bu tavalla tabarra'nın ki atalığıdaki ma'nisi. Hem de Kur'an-ı Kerim qarsak, bu tavalla tabarra ma'nisi, yak vala bilen bara ma'nisi de köpligen ayetler tilganlıgan. Bu noktana bir az Kur'an ayetler arkalık aniq oturup koyuş doğru keldi. Vala, yak tabarra degan söz, yak do'st degan söz Qur'on Karimda ikki xil mazmunni ta'kidlab kelgan. Tavalla bo'lsak yoki do'st hukmi bor desak, bu ikki xil hukm ta'kidlanadi. Birinchi mazmun islomiy tavallikni namoyon qilish. Musulmonga nisbatan o'zining musulmon ekanligini namoyon qilish. Xo'sh. O'zining musulmonligidan faxrlanish. islom ummatiga tava ekanligini namoyon qilish va
islomiy kimligini qo'g'dash yoki islomiy kimlik maydonini yashash degan hukmni ko'rsatib kelgan. Bu tavalloning ma'nosi. Yoki valoning ma'nosi. İslomiy tavallikini bayon qilish, musulmonlar bo'lgan a'zoligini, islom tavalligini namoyon qilish va kimligini, ya'ni musulmon kimligini aniq qilib yashash. Xo'sh. Bu tavalloning birinchi ma'nosi Qur'on Karim bayon qilgan. Buning dalili va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila salih va qala innani minal muslimin. Musulmon degan, o'zining musulmon ekanligini jakaliga olgan, o'zining musulmon ekanligini faxrlanadigan, o'zining musulmon ekanligini bayrog'ini aniq qila olgan, maydonni ro'shan qilib yashay olgan bu odam eng isladim. Bu tavalloning ma'nosi. Demak, bu oyat karima musulmonlarning madaniyat ya kultur jihatdan boshqa qavmlardan farqli ekanligini va kimligini qo'g'dab yashashninki zo'rligini ta'kidlamoqda. Senin tutadigan yo'ling madaniyating bu, kulturing bu. Ham maydoningni, e'tiqod maydoningni, tasavvur maydonini, dunyo ko'z qarashini aniq qilib yashashing bu iymonninki taqozzosidir. Xo'sh. Bu valoninki yoki do'stlik hukmininki ikkinchi ma'nosi siyosiy jihatdan bo'lsin, yoki askariy harbiy jihatdan bo'lsin, yoki bexatarlik jihatdan bo'lsin. Düşmanlarga qarshi musulmonlar bilan bir safda turish degan bo'ldi. Valoning ma'nosi yoki tavalloning ma'nosi yoki Allohga do'st bo'lish deganning ma'nosi musulmonlar bilan dushmanlarga qarshi bir safda turish. Mayli siyosiy sohada bo'lsin, mayli harbiy sohada bo'lsin yoki bexatarlik sohasida bo'lib qolsin, musulmonlar bilan bir safda turganlik bu tavalloning taqozosi talab. Buning dalili Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu tattakhizul yahuda wan nasara avliya. Mu'minlar. Yahudlarni va xristianlarni avliya tutib olmanglar, igi tutib olmanglar. Bu yer avliyadan maqsad qalbinglardan ularning dunyo ko'z qarashini, qalbinglardan vujudinglardan ularning dunyo tasavvurini, ularning e'tiqodini yaxshi ko'rib unda do'st tutib olmanglar. Bu faqat diplomatik o'tirish qo'pashdan masala emas. Bu yer validan maqsad qalbiy jihatdan ularning e'tiqodini to'g'ri deb qarash. Ularning dunyo ko'z qarashini to'g'ri yo'lda deb qarash buni ko'rsatib berdi. Oyatning oxir ogohlari va may yatawallahu minkum fa innahu min. Kim sizlardan ularni do'st ekan, ya'ni ularning e'tiqodini to'g'ri, dunyo ko'z qarashini to'g'ri, tutayotgan yo'llarda ozg'unlik, xatolik yo'q deb mushunda qarasa qalbidan u mashning qatoridan bo'lib, ayndaq azoblandi, ayndaq jazolandi dedi. Xo'sh. Bu tavalloning ikkinchi ma'nosi. Demek bu mazmun nimani ko'rsatyapti? Ikkinchi aytsa, musulmonlarning birligini ko'rsatyapti. Musulmonlarning birligini ko'rsatyapti. Musulmonlarning krizis yuz bergan, qiyinchilik yuz bergan, ofat, musibat yuz bergan yoki urush bo'lgan ahvollarda bir saf bo'lishninki iymonning talab ekanligini ko'rsatyapti. Xo'sh. Musulmonlarning iymoniy qarindoshligini kuchaytirishninki zo'rligini ko'rsatyapti. Shundaqlam İslamga musulmonlar xiyonat qilishniki yoki ziyonkashlik qilishning og'ir gunoh ekanligini ogohlantiradi. Bu tavalloning Qur'on Karimdagi ikkinchi ma'nosi. Ham tabarro kerak. Tabarro qarsa Qur'on Karimda buning ikki mazmun ham ta'kidlangan. Tabarro demak Allohning dushmanlari bilan dushman bo'lish, yoki dushman tutish yoki nafrat. Xo'sh. Nafrat bildirishdir degan ma'no. Bu ikki xil mazmun ifoda. Bu tabarro deganimiz tavalloninki yuqorqi ikki hukmning dal o'zini ta'kidlaydi. Tabarroninki birinchi ma'nosi, ya'ni bezor bo'lish, ado juda bo'lish degan ma'noda, buning lug'at ma'nosi. Nimadan ado juda bo'ladi? Nimadan bezor bo'ladi? Nimadan uzoq tursa? Birinchisi musulmon din e'tiqodda islom diniga zid keladigan, islom e'tiqodiga zid keladigan har qanday e'tiqoddan ado juda bo'lish lozim. Musulmonlikning taqozosi birinchi shart. Xo'sh. Musulmon e'tiqod jihati islom e'tiqodiga zid keladigan har qanday aqidadan, har qanday falsafadan, har qanday nazariyatdan ado juda bo'lish lozim. Bu tavalloning ma'nosi. Bu tabarroning ma'nosi. Voz kechishning. Ado juda bo'lish taqozosi. Ya'ni musulmon e'tiqod jihatdan islom dinini birdan bir haq deb e'tiqod qildi. Unda o'g'adiki buning taqozosi bo'yicha
Bunun zıt kıldıgan her qanday bir din olsun, yoki her qanday bir falsafa olsun, marksizm olsun, kommunizm olsun, yoki yana bir so'p qalsin, atizm bo'lsin, yoki skolarizm bo'lsin, yana bir so'p qalsin, e'tiqod taqishadigan, e'tiqod hukmini bergan, buni ado juda bo'lish lozim. Birdan bir haq bu, uni batil deydigan bu e'tiqod yaş lazım. Xo'sh. Agar unda bo'lmay qolsa, buning e'tiqod ig'ir darajada kasal va ig'ir darajada illat va degan bo'ldi. Buni Qur'ondan dalil var mı? Inna bura'a'un minkum va mimma ta'budun min dunillah. Biz sizlar ibodat qilayotgan narsani bezardi. To'g'ri. Balkim ba'zilar Hristiyan dinini din deyish mumkin. Yahud din, Budda din. Ammo kommunizmdan valaqs var mı? Komünizmi e'tiqodiy jihatdan, falsafiy jihatdan dindan farq etmaydi. Bütün insaniyetni muayyen bir yüzlendirgen, muayyen narsa çoğunuşqa hareketlendiriyotgan, muayyen bir aqimni yüzlendirip ilahini yiroqlashtiriyotgan bu dindan xatarlik holat. Qandaylik olmasin, bu Yahudi dini, Hristiyan dini, nima olmasin Alloh tanıydı. Ammo atizmlik, dinsizlik, kommunistlik bu Allah'a, Allah'ın peygamberge ve insan mukaddes deb qaragan har qanday narsaga hujum qiladi. Mushak kelgan chaqda bizniki musulmonlarimiz, Uyg'ur musulmonlar mushak ketkizib qo'ygan. O'zi musulmon turib qanday bo'lib kommunistlarning nazariyasini, kommunistlarning safsatisini uni qo'llaydi. Qanday bo'lib uni qo'llaydi. Qanday bo'lib uni to'g'ri deb qaraydi. Qanday bo'lib uni bir dushman nazariyasi, tajovuzchilikdan bir ufqmi deb qarayolmaydi. Demek komünist besip çeygende, onun ilgisi bulmagan bolsa, komünizm besip çeygendan tatip, bu komünist nazariyesini to'g'ri deb qarash, onun aldınış, onu bazar selish, bu itiqaddagi Uyg'ur jamoatiga yoki Uyg'ur eng ig'ir xatolikdan birisi. Aqida jihatdan ketkizib qo'ygan tarafi mishadi. Mana bugun kunlik kelgan vaqtida hech narsaga mustahkam turolmay, bosh egishdan sababi o'zidagi ruhni mishadi yo'qotib qo'ygan. Bu birinchi ma'nosi. Bu tabarrani ikkinchi ma'nosi musulmonlarga dushmanlik qildigan, İslamga ziyonkashlik qilgan har qanday bir qavmdan yoki har qanday bir davlatdan ado juda bo'ladi. Qalbiy jihat. Shaxsiga nisbatan qalbiy jihat. Musulmonlar ziyonkashlik qildigan, İslamga jang e'lon qilgan har qanday bir qavmdan, har qanday bir davlatdan bu qalbiy jihatdan ado juda bo'lishi lozim. İslam'a düşmanlık kılıvassa, Müslümanlarını öttürevassa, Müslümanlar irqi qirg'inchilik elib berivassa, ziyonkashlik qılıvassa, yani o normal narsada qarash, hech ish bo'lmaganda qarash, buning e'tiqodidagi ig'ir bir illat, kasallik. Xo'sh. Bu e'tiqodninki taqozzosini tamoman yiroqlashib ketganlik, e'tiqodiniki buzilib ketganligini alamati. Chunki Qur'oni Karim Tavba surasining boshida bara'atun minallohi va rasulihi. Bara'at, bizar bo'lishing lozim. Ado juda bo'lishing lozim. Allohga jang e'lon qilgan, payg'ambarga jang e'lon qilgan, islom musulmonlar ziyonkashlik qilgan bunda qavmidan, bunda aqimdan, bunda davlatdan, bunda fasad bizar bo'lishing lozim. Buni boshqa yer izlashdan hojat yo'q. Bizga zulm qilayotgan, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoylarning mush ishning hammasi bormi? Müslümanlar e'tiqod nuqtasi bo'yicha Xitoyning butun nazariyadan, butun safsatalardan, butun madin deb qaragan axlatlarning hammasidan ado juda bo'lish lozim. Bara'atun minallohi va rasulihi. Bu oyatning taqozzasi. Bu mushrik faqatlan bu nima qartib olmaydi. Eng cho'ng mushrik, eng cho'ng azg'on dinsizlik bo'ladi. Allohga, Allohning payg'ambariga insoniyat jang e'lon qilayotgan bu kommunistlar eng og'ir dushmanlik. Demek bu yerdeki ayet normal halet kafirlerimiz can ilan kılıvatkan kafirler. İslam'a Müslümanlar düşmanlık kılıvatkan kafirlerden o da juda bo'lishi lazım. Bu baranınki ma'nosi. Demek tavalla bilan tabarranınki yak vala bilan baranın yak do'st bilan dushman degan bu hukmning ma'nosi bir-biri giralishib ketgan bir hukm. Bu yerda can e'lon qilayotgan deb deylar. Albatta o can e'lon qilayotganligi normal musulmon uningki butun nimasiga qarshi chiqish kerak. Sizlar yuqorida so'zlab o'tganda masalan, hatto jang e'lon qilmagan bo'lsa-mu, islomning sirtidagilarning har qandaqininki diniy e'tiqodi, urf-odatlari uningga men bir musulmon bo'lish sifatim bilan, yani go'zal, chiroyli bir ish deb qaramayman yoki to'g'ri buni qilgan deb qaramayman-ku. Shunaqmi yoki? Yo'q. Bunda. Biz yuqorida tanishtirib o'tgan vaqtimizda tavallarni biz Allohni, Allohning payg'ambari, musulmonlarni yaxshi ko'ramiz. Xo'sh.
Aniken tabarranın qilgan vaqtida islomga dushmanlik qildigan, islomdan to'sadigan kufrlik, azg'unlik, shayton qalbiy jihatdan nafrat bildirishdir. Demak, bu yerda bizningki yomon ko'rayotgan tarafimiz, baron yomon ko'rish navbasi, uningki azg'un e'tiqodi qartilgan, shaxsiyatiga emas. Azg'un e'tiqodi qartilgan. Xo'sh. Yo normal ilm setimi, kasbi, tijareti ya bu tarafı bilan u yer kirmaydi. Bu nima uchun bunda deyilsa, birozdan balkim to'xtalishim. Chunki tavalla tabarra faqatlam e'tiqodiy tasavvur emas. Bu e'tiqodiy prinsip emas. Buningki boshqa nurg'un taraflar chetilgan taraf bor. Ko'pligan qarindoshlarimizningki faqatla bu masalani tavalla tabarra e'tiqod qilib, uning e'tiqodning arkan emas bu. E'tiqodning asosi emas, lekin e'tiqodning talabi. E'tiqodning taqozosi, musulmonlikning ruhi, izzat sharafning asosi. Ya'ni bir suyuq bo'lmay, ya'ni nega şeymem ketgan emas, maydon aniq bo'lish kerak uchun bu nuqta ta'kidlandi. Bu nuqta ta'kidlandi. E'tiqodning asosi uning dalili yo'q, chunki iymonning arkonlari aniq. Mavi e'tiqodning talabi taqozosi. Lekin faqat bu tavalla tabarra e'tiqodli xasimiz, uningdan boshqa burmush doiralar va biz bir ozkin vaqtda to'xtalamiz. Xo'sh. Demak, hamda gibimiz xulosalgan vaqtimizda tavalla bilan tabarraning ma'nosi bir-birini to'liqlaydi. Masalan, Allah'ın dostları bilan do'st bo'lish degan vaqtida uning ziddi bilan dushman bo'lish degan gap chiqadi. Xo'sh, xo'sh. Islomga musulmonlar ziyonkashlik qilib dushmanlik qilgan vaqtida uningki ta'tir tutganlar do'st bo'l degan hukm chiqadi. Masalan, Qur'oni Karimda la tattaxizu aduwwi va aduwwakum awliya. Mening dushmanim va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar deb. Qur'on aniq qildi. Xo'sh. Kommunistlarga qarasak Allohning dushmani Allohning dushmani. Islomni chekildimi? Chekildi. Qur'onni ko'ydodimi? Ko'ydodi. Masjidlarni vayron qildimi? Vayron qildi. İslam'ı qimmat qarashni hammasini dafsanda qildimiz, dafsanda qildi. İnsanlıqni dafsanda qildi. Cheklanmagan hech narsa qolmadi. Allohning dushmani sibti bilan. Ham bizning dushman insonni o'qib elib esaqmi, hamma narsaga zarar yetkazdi. Hamma narsa dushmanlikni tajovuz. Shunday turug'liq, yana Xitoyni mehrini uzanmaydigan, Xitoyni dushman deb qaramaydigan, Xitoyni tajovuz demaydigan, Xitoy eng ashaddiy bir zahar deb qaramaydigan bu xil e'tiqoddagi bir insonni bir musulmonni qanday bir darajadagi musulmon degan oldu, uni o'zi o'ylab bosib. Tarozi qisasi bilan ketdi. Qur'on aniq qilib, mening dushmanimman, islom dushmanligi dushman. Buni do'st tutmaysan, yaqin turmaysan, birlik sab o'rlashtirmaysan, hamkorlashmaysan. Ammo millatning ahvoliga qarasak hamkorlik qarab boqay. Siyosiy jihatdan qilayotgan hamkorlik. İstihbarat jihatdan qilinayotgan, setilayotgan, xoinlik qilayotgan bu Xitoylarni do'st tutish qarab boqaylik. Millat qilinayotgan satqil, millatning irodasiga qimmat qarshi qilinayotgan, Xitoyning siyosatini ijro qilayotgan, buning hammasi Xitoyning do'st tutganlik emas, do'st qil. Allohga jang e'lon qilgan, jang e'lon qilganlik. Bundan boshqa tafsiri bormi, yo'q? Ham bu yerda bu gaplar degan vaqtida diqqat qilish tegishli bir nuqta, eskartish tegishli. Bu tavalla tabarra yoki vala bara yoki do'st dushman buning hukmini o'ttirib qo'ygan vaqtida o'zining siyoqiga, ahvoliga, sharoitiga qarta o'ttirib qo'yish lozimki, lekin umumlashtirishga bo'lmaydi. Xo'sh. Bir narsa do'st bo'lamiz, dushman bo'lamiz. Yoki yaxshi ko'ramiz, yoki nafrat bildirgan bo'lsak, uning siyoqiga qaraymiz. Sharoitiga qaraymiz, ahvoliga qaraymiz. Buni mutlaqlashtirishga, umumlashtirishga bo'lmaydi. Xo'sh. Ham kuchingga qaraysa, masalan, davlat bo'lsam, o sharoit nuqtasi. To'g'ri. Uning ustiga birozdan yana biroz ochimiz, kofirlarning hammasi birdek kofir emas. Albatta, Qur'onda ayrim. Qur'onda 3 xil turdagi kofir bor deb. Shunga bu tavalla tabarra masalasini mana oyatda mandaq debdi, o hadisda mandaq deb bilan umumlashtirib hukm chiqarish, yulib elish. Umumlashtirib bilan uni ya qariga yoki yanga tiqib o'tish bu xato. Siyoqiga, ahvoliga, taqozzosiga, sharoitiga qarab turib buni ishlatish lozim. Masalan, Qur'on misolga olsak, kofirlarning do'st tutishdan to'sgan oyat bor. Masalan, buning misoli la tajidu qawman yu'minuna billahi val yawmil akhir yu'adduna man hadallohu va rasulahu. Allah'a kıyamet günü işengen bir musulman, yoki bir kavm, yoki bir millet, Allah'a ve Allah'ın peygamberi yuhaduna can e'lon qilayotgan, islomga dushmanlik qilayotgan, to'sqinlik qilayotgan bunday odamlarni do'st tutmaydi. Gerçi o'zininkidan bo'lsin, dadisi bo'lsin.
Okisi olsunmu, urug' jamiyati bo'lib qolsinmi, Uyg'urisi olsunmi, O'zbeki olsunmi, yana birisi olsunmi, Uyg'ur bo'lganligini deb islom dushmanlarini bazog'i solgan bir qism noahlari bor. Uni do'stishib bo'lmaydi. Garchi unvonning bo'lib ketsa, qalbning bo'lib ketsa, islomga dushmanlik qildi, Allohga dushmanlik qildi, payg'ambar dushmanlik qildi, do'stimiz emas, Uyg'ur bo'lsin. Xo'sh. E'tiqod nuqtasidan, milliy nuqtadan u ayrim, u vaqtda ayrim to'xtalamiz. Agar o millatning bir qarindoshi, millatning a'zosi, men millatning e'tiqodiga, millatning qimmat qarshi hujum qilishni to'xtatish lozim. Do'st bo'laman deydigan doiraga kiraman. Garchi biz milliy nuqtadan siyosat paylamizsak, biz u ayrim bir to'xtalamiz. Demak, moyat qarasa dushmanlar bu yerga Alloh qiyomat kuni ishonganda ma odamlarni do'st tutmaydi. Nima oldi qartlagansa jang bo'layotgan. Urush qilayotgan odam. Agar birsiniki tuqqani yoki jamoati yoki qarindoshi jang e'lon qilmagan bo'lsa, kafir bo'lgan bo'lsa, urug' tuqqandan birisi, uni normal munosabat qursa, yo'lliqmisi albatta yo'lliq. Chunki dinimiz kafir hisoblanadigan xristian bir ayolni iffetli ayoldan do'st bo'lsang, ko'nglini bersang bo'ladi, to'y qilsang bo'ladi deb uni yo'l qo'ydi. Agar kafir bo'lganlik uchun yomon ko'rish to'g'ri kelib qolsa, xristian bilan faqat to'y qilmaslik lozim, xristian ayol bilan. Val muhsanat min ahli kitob. Iffetlik bir xristianlar to'y qilishga dinimizda yo'l bans yo'l. Demak, bu yerdagi dushmanlik qilish, dushmanlik qilmaslik. Bu nuqtaga alayda bu yerda diqqat qilish lozim. Shunga bu yerda kafirlar bilan do'stlashishni mutlaq halol deyishgan bo'lmaydi, mutlaq harom deb umumlash hukm chiqarishgan bo'lmaydi. Kafir bilan do'st bo'lish mutlaq halol emas, mutlaq harom emas. Sharoit qaraydi. Ya'ni bizdagi yomon ko'rilganimiz uningki xato e'tiqodi. Masalan, buddist bo'lgan bo'lsa buddistga, uch iloh cho'qinadigan bo'lib qolsa u xato e'tiqodi. Dinsiz bo'lgan bo'lsa dinsiz uni yomon ko'ramiz. Ammo uningdan boshqa bizning ham uningdan boshqa normal holatdagi insoniy qarindoshlik, insoniy do'stlik bu insoniy munosabat bu uning cheklanmaydi. Shunga kafir bilan do'st faqat bo'lmaydi deb hech kim bunday deyolmaydi, tam uğranmaydi. Ham uni do'st deb ma'nolanmasligi mumkin o insoniy munosabatlar. Masalan, ma oyatning da'vatgan vali bir-biriga egi chiqish. Rasmiy qalbidan yaxshi ko'rish. Qalbidan yaxshi ko'rish. Suyish biz yuqorida tonishtirdik buni. Xo'sh. Qalbidan yaxshi ko'radigan, ashninkin ishini to'g'ri deb qaraydigan mandaq do'st bo'lmaydi. Bu normal do'stlik, qarindoshlik, saboqdoshlik, xizmatdosh do'stlik u odatdagi ish. To'g'ri. Şu an ayetden ekiliplan, kafirlerin dostu mutlak halal, mutlak haramsa o hatadır. Şunodek bu tavalla tabarrak münasebetler yani burmuş dairler var. Mesela kafirler orlaşıp yaşaydılarlar. Avrupa'daki neçe milyon Müslüman misal kadar bugün küllekte. Ya ki oturaş kopaş kıldılarlar kafirlerle. Ya ki Suud'da, ya ki teknikada, ya ki ona bunda hemkarlaşıdılarlar misal kadar. Bu meselede mi umumlaştırıp hüküm çıkarışık olmaydı. Ama absüski biz ne ki bir kısım ansız qarindoshlarimiz bir oyat bir hadis bilmas bir-biriga bog'lamay qandaqsi. Bir islom rayonidagi yoki islom jamiyatidagi bir raislarning birisi kafirdan misol surat tushgan bo'lib qolsa, mana e'tiqodi buzildi buning. Do'st bo'ldi, e'tiqodi tushgan deb g'achcha tamg'urdi. Yoki o'limadan bizsa islom o'liması bizsa xristianning bir olim bilan billa pop bilan bir resim tushgan bo'lsa, yoki yahudining bir pop bilan bir yer o'tirib choy ichishgan bo'lsa, suhbatlashgan bo'lib qolsa, darhol e'tiqodi chataq va o'tda demas Qur'oni Karim bezar bo'ldigan bu bezar olmaydi. Demak, bu umumlashir. Oyatlar turib ahvol, siyoq taqozosi bular ayqilmaydi. Bu xatar etdi. Xato tushunchak sabab bo'ladi bugun kunlar. Oshqulluq, o'ngchi oshqulluq ve solchi oshqulliqqa elib boradi. Shunga Qur'oni Karimdagi xulosalar vaqtimizda tavalla tabarruning ma'nosi xulosasi nima desa, islomga zid keladigan bir dinga muhabbat bog'lash. Islomga zid keladigan har qanday bir dinga muhabbat bog'lash. Musulmonning ziniga kafir bilan bir saf turish, tavalla tabarra aqizi tamamen zid. Xo'sh. Xulos kelamiz. En güzel qisqartirilma shakli. İslam dini zid qilgan har qanday bir e'tiqodga, har qanday bir din muhabbat bog'lash, qalbidan yaxshi ko'rish, to'g'ri deb qarash. Shuning bilan birlikda musulmonlarning ziniga kafir bilan bir saf turish, bu tavalla tabarra prinsip tamamen buzib tashlaydi. Xo'sh. Bu Qur'ondagi hukmi. Allah razı olsun.
Bir soru sorsam bir soruning ichida nechilagan javob bilan nihoyat tafsiliy aytildi. Ko'p rahmat. Endi shu yuqoridagi so'zlardan ozroq chiqib ketdim. Normalda bu tavalla masalasi tilg'ilinganda faqat musulmonlarning qarshisidagi shu o'zimizning dushmanlariga qartilgan masala deb qaraymiz. Musulmonlar o'z ichidami? Masalan, Allohning yaxshi ko'rganda Allohning do'stini do'st tutish, dushmanni dushman tutish masalasida o'z oramizdami ishlamdi bu masala yoki unda musulmonlar orasida bu narsa yo'qmi? Ya ishlaydi. Chunki oyatda aniq qiladi. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil wa yuhadduna hadduna Alloh va rasul. Kafirda hamda Alloh va rasul. La tajidu qawman yu'minuna. Alloh qiyam ishlagan Allah bilan dushmanlik qilayotgan qavm kim bo'lishi qat nazar. Mayli u kafir bo'lsin, mayli bugun kunlikdagi skolarizm bo'lsin, bugun kunlik diktatorlik bo'lib qolsin, bugun kunlikdagi niqobliq soxtipazlik bo'lib qolsin, skolarizm bo'lib qolsin, Alloh payg'ambar dushmanlik qilsa do'st emas u. U faqat kafirlar qartiligi emas. O'zi musulmon deb turib, munofiqlik qilayotgan mao eqim kafirdan xatarlik darajada qilishmaydi. Nimish qaz aning aniq dushmanlik qildigini, ziyonkashlik qildigini. Ammo ishimiz kirib olgan, bizning fikrimizdan so'zlaydigan, ba'zida islomning gapini qilib qo'ydigan, lekin to'xtamay islomning prinsiplariga, islomning shuarlariga, islomning maqsadlariga hujum qiladigan bu odamlarga o'xshash darajada nafratimizni bildirish lozim. Uning ismi kim bo'lishi qat'iy nazar. Bugungi kunda Xitoyni do'st deb qaraydigan, Xitoyni tajovuz emas deb qaraydigan, bizning taraqqiy qilishimizga nurg'un binolarning sanishiga sabab bo'ldi deb qaraydigan, hech shu bo'lmagandek qaraydigan, ya'ni o'g'in hech shu bo'lmagandek o'tirib qo'pollaydigan bu xil on qaraydigan odamlar islomning dushmani, islomning dushmani. Musulmonning dushmani, musulmonning dushmani. Bu faqat kafirlik qartilmaydi. Bugungi kundagi bizning 50 yildan ortiq holatda ishlarimizdan oldiga men rivojlanmas sababi birisi e'tiqod o'lagligi, passivlik. Biz e'tiqod faqatla mana shu 6 iymonning asosi yodlab olsa, xolos eng muttaqi musulmon deymiz. Bu biz bugun so'zlayotgan narsa iymonning ruhi, iymonning taqozosi, iymonning shuarlari edi. Bu narsa bo'lmag'achqa hammasi xo'sh deydigan yer keldi. Dushman evimizga boshlab kirdigan yer keldi. Eng xatarlik bir dunyoda ko'rilib boqmagan holatda xo'rlikni qabul qilib yashayapmiz. Buni misol aytish bu yerda bu programmada xo'sh. Nimiz bor. Dunyo tarixi ko'rilib boqmagan bir holatda yashayapmiz. Allah jang e'lon qilayotgan, har qatim so'roq qilgan, yoki besim qilgan islom shuarlarini to'xtamay cheklayotgan, Xudoning haq bo'lib qolsa ikki deyotganlarni, ya'ni hech bo'lmaganda qabul qilishimiz, to'g'ri deb qarashimiz, uning bir jang e'lon qilinmasligimiz, jihad e'lon qilinmasligimiz, musulmonlik ro'yimiz e'lon qilinmasligimiz, bu nimaning belgisi? Ishki yuzlamlikning belgisi emas. Saxta dindorlikning belgisi emas. Abgolikning belgisi. Bugungi xo'rlikning davomlashishining sababi e'tiqodga abgolik. E'tiqodga bu abgolik. Susluq, passivlik. Shunga bu yerda mayli uningdan bo'lsin, mayli buningdan bo'lsin, islomga kim dushmanlik qildi ekan, uning nimasi dalil aniq. Haqiqatan fojialik bir ishda. Tunugin biz xabarimiz berdik, shu Mashonli degan dumsiz tajovuzchi degan mushayetga yaqin butun Ramazonni tutqizmagan bir nejislar. Shu İslam Dini İnstituti, onun kendinden İslam Cemiyeti atalmış Şinjan İslam Cemiyeti. Bularni ziyorat qilib, u yerda qilgan gaplardi, tilga ilingan so'zlardi. U darajada bu butunlay islomning eng cho'ng dushmanlari, ya'ni uni anglagan bir musulmon aslida u darajada ojiz qilyapti ekan xalqimiz vatanda. Dinimiz butunlay qarshi chiqadigan gaplarning hammasini, o iboralarning hammasini ko'zimizga qarab turib ishiltalaydi va shuni qilayotgan dushmanga yana har xil shuni umid kutadigan, ya'ni siz degandek yuqorida. Ya'ni uning qilayotgan dushmanligini xuddi o'zgarib qoldigandek, ko'masga sala oladigan, yana siyosat o'zgarib qolarmiki deydigan. Dunyo hayotiga mana cho'qinishning alomatlarini u darajada Alloh saqlasin ish qilib. Bir e'tiqod mustahkam bo'lib qolsa, boshqacha shakllanishi lozim. Xo'sh. Haqiqatan deganlardek noiti keng to'xtalishga tegishli nurg'un temalar bor buniki. Vaqtimiz to'shib qoldi, shunga mishada tugatsak. Boshqa bir qo'shimiz. Davomini inshaalloh. İnşallah. İslam'a bizim davom qilamiz inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugun bir muqaddima sifatida buni sungan bo'ldik. Qog'inni yana o'zimiz ham tekshirish texnik tafsiliy holatda bilishga tirishsak bo'ladi.
Allah subhanahu wa ta'ala her zaman meydanımız eniq bo'lgan müminlerden, özümüzün musulmonligidan, dinimizden, dinimiz yol qo'ygan barliq cho'ng kichik amallardan faxrlanadigan, uni mandaq yon ko'z bilan qaramaydigan, boshqalarning oldida hattoki uni izhor qilishdan xijil bo'ladigan, tuyg'uga kelib qolmaydigan mustahkam mu'minlardan qilsin deb tilaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala ömür berse atiki programımızı görüşküce. Aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء